ist der lange halten, Masse drauf haben. Der ist sehr, sehr gut. Oqsil kasalliklari. Oqsil kasalliklariga qarshi anaqa qilinadi, demak ukol qilinadi. Buni hamma Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi muxlislarimiz. Bugun biz o'zimizga maqsad qilib oldik. Bugun mavzumiz qo'ychilik bo'yicha bo'ladi. Germaniyada qo'ychilik. Qanday boqiladi? Barcha savollarni tuzib kelganmiz. Muxlislarimizdan ko'p savollarni olganmiz. Inshaalloh bir manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Demak, birinchi savollarni bir o'qishdan boshlayman-da, keyinchalik sizlarga demak ularga beraman. Oldin tanishtirib o'taman. Mana yonimda turgan Markus Bader. Markus, vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Heute genau für özbekische Schafhalter eine nützliche Video machen wir. Okay. Dass du dann dir Zeit genommen hast. Wir bedanken uns. Sehr gerne. Men savollarni tuzib kelganmiz, o'sha olgan savollarni hozir o'qiyman bir boshdan va bularga tishda aniq qilaman. Keyinchalik hamma joyda ko'rsatib chiqamiz. Biz ayni vaqtda Bavariya o'lkasidamiz. Qo'yimizni bugungi video qiladigan qo'yimiz anaqasi, demak zoti Merina Landschaft deb ataladi. Ya'ni haqiqiy o'sha o'zimizda Flekvi deganday gap. Aynan Bavariyada ko'p tarqalgan qo'y. O'sha to'g'risida video qilamiz Markus Baderda. Zuchttiere 220 Mutterschafe. Mutterschafe im Herdbuch. Das ist der Zuchtverband in Bayern. Und plus die Nachkommen, ca. 30 Nachkommen für Reproduktion, wo wir jedes Jahr brauchen. Und dann haben wir noch 4 Zuchtböcke, wo wir selber zur Zucht einsetzen, also die Männer, wo wir selber zur Zucht einsetzen. Und dann haben wir jedes Jahr nur männliche Zuchtböcke, ca. 20 Nachkommen Zuchttiere, Zuchtböcke. Demak, bu qarang qiziq ekan bu turdagi zotlari 2 yilda 3 marta demak asosan qo'zichoqlar olinar ekan va mana shu olingan qo'zichalardan yiliga auksionga 20 ga yaqin auksionga chiqarilar ekan va qolganlari o'zini avlodini ko'paytirish uchun davom ettirar ekan. Ya'ni buzoqchada nima deymiz, qiladi. Urg'ochilari. O'sha o'zlari bittanisini aytib o'tish kerak, sun'iy qochirish bo'yicha umuman Germaniyada yo'q ekan qo'ychilikda. Hammasi demak natur oziqxona, ya'ni bu qala o'zlarini qo'shqorlari orqali amalga oshirilar ekan. Demak, bularni asosiy tug'adigan vaqti shunday vaqtga to'g'rilar ekanki, eng yaxshi vaqt aprel oyi bilan o'sha may oyida, may aprel, may ana shu oralig'ida tug'ilganligi bular uchun eng optimal holatda bo'lar ekan. Demak, bu kishi yozda tug'ilishni xohlamas ekan buzoqchalarni, unaqalarni qarang, hammasi buzoqchalarga ketib qolyapti. Demak, albatta qo'zichoqlarni yozda tug'ilishni xohlamas ekan, yozda ko'pincha kasallikka uchrab, koksid kasalliklari bor. Bular asosan yuqumli hisoblanadi va bu tezda ta'sir qiladi qo'zichoqlarga. O'shaning uchun hammasi ko'pincha shu oylarda qilinar ekan. Savol quyidagicha bo'ldi: nima uchun yozda tug'ilishni xohlashmaydi? Aynan biz aytganimizdek, shu mollarda bo'lgan jarayon, qo'ylarda ham shu ahvol. Yozda katta stress bo'lganda koksidlar faoliyati ham kuchli bo'lar ekan va buning natijasida tezda ta'sir qilib, o'limga tez sababchi bo'lar ekan. Demak, quyidagi savol berildi. O'sha erkaklarni va unaqalarni, urg'ochilarni qaysi parametrlarga ko'ra ajratib oladi? Asosan onasini sut berishiga va bola berishiga qarab turib ajratib olar ekan. Unda qanchalik o'sha deylik bolasi ko'proq bola bergan bo'lsa va ko'proq sut bergan bo'lsa, bolalarni boqishiga shunga qarab turib davom ettirar ekan qolganlarini ham. Demak, mana hozir aytib o'tganimizdek, bu junini sotilishi oldin zo'r bo'lgan ekan, hozirgi vaqtda juda ham arzonlashib ketgan. 1 kilosi o'tgan yili 30 sent bo'libdi. Tasavvur qiling, 30 sent deganimiz deta o'zimizning pulimizga 4000 so'mdan ziyodroq bo'ladi. Demak, bitta anaqasi taxminan 4-5 kilogramm berar ekan, chun berar ekanda. Bu degani, agar deyapti buni men deydi sochini unaqasini junini qirdirgani uchun unaqani olib keladigan bo'lsam, maxsus odam olib keladigan bo'lsam, kamida 6 euro talab qiladi. Bu men uchun juda ham qimmat qiladi. O'shaning uchun o'zim harakat qilaman, o'zimni qarindosh urug'larimni kesishga. Demak, savol quyidagicha bo'ldi. O'sha qo'shqorlarni va unaqalarni
urg'ochilarni qaysi parametrlarga ko'ra ajratib oladi davom ettirish uchun. Asosan onasiga qaraydi. Onasini qachon qo'zilarni necha yoshdan qochirishni boshlaydi. Demak, qochirish asosan to'liq 1 yoshga kirganda, 1 yil bo'lgandagina уже anaqaga qo'yishni, qo'chqorlarga qo'yishni boshlaydi. Gewicht? Ungefähr gewichtmäßig meistens. Es macht keinen Unterschied. Macht keinen Unterschied. Demak, bu yerda hech qanaqangi rol anaqasi kilogrammi hech qanaqa rol o'ynamaydi. Shu 1 yoshga kirgandan keyin qo'yadi. Asosan shu vaqtda qo'yganda shu bularning tajribasi. Also am Marin O'sha oqsilga qarshi 2 marta emlangan. Emlaydi anaroq. Demak, hozir asosiy mavzulardan bittasi qaysi vaksinalar qilinadi. Demak, bular qilayotgan vaksinasi asosiysi bu o'zimizdagi uchraydigan oqsil kasalliklari. Oqsil kasalliklariga qarshi qilinadi. Demak, ukol qilinadi. Buni hamma taraflama bular o'zaro munozara qilishgan. Demak, o'sha qochishga ta'sir qiladi yoki unaqasiga bolalar tug'ilib qolishi kuzatiladi degan narsalar qilishganda yo'q, hech qaysi kuzatilmadi deyapti. Bu o'zimni tajribasidan kelib chiqib aytyapti. Bu даже buqaga unaqaga qo'ygan qo'chqorga qo'ygan payti ham ukol qilgan ekan. Savol quyidagicha bo'ldi, qanday foydalar bor bu o'quvimizda. Demak, buni asosiy oldin eng afzallik tarafi bu junlikda ham va juda ham unaqasi oddiyligida, ya'ni bu degani hech qanday muammo tug'dirmaydi, ko'p muammo tug'dirmaydi. Doimiy bularning 50% ikki tug'adi, 50% shu bitta bola beradi. Hohe Fruchtbarkeit, hohe Säugeleistung hat der Merino schon anscheinend. Demak, juda ham yaxshi ushlab qoladi, qo'shirilganda tezda ushlaydi. Mana shu eng afzalliklar hisoblanadi bu turdagi qo'ylarimiz. Ist der lange keilförmige Kopf muss ein Merino-Landschaft haben. Aha. Ein Merino-Landschaft ist ein rahmiges, weißes Schaf, sagt man so schön, mit einem keilförmigen langen Kopf. Ja. Mit der Schaupe vorne, das ist der Wollbewuchs. Ja. Breite hängende Ohren. Aha. Die Brust muss breit und nach vorne geschoben sein. Ja, vorne geschoben, ja. Die Mittelhand, spricht man in der Mitte, spricht man von der Mittelhand. Die ist lang und tief in der Mittelhand. Bei einem langen, breiten Rücken, der soll gerade sein. Ja. Also das sollte keine Tiefstellen haben, ja. Ah, okay. Also Senkrücken spricht man da. Hinten spricht man von der Hinterhand. Ein breites, tiefes Becken. Mit gute Partien, Außenkeule, Innenkeule. Ah, okay. Das da ist die Innenkeule Ja, geht das ein bisschen. und das ist die Außenkeule. Ja. Qo'chqorlar. Takvimgacha ekan. Demak, Wollfeinheit, also die Merino-Wolle. hozir do'stlar bu kishi demak qanday bo'lishligini tushuntirib berdi bu kishi. Demak, mana shu boshini ko'rinishi bilan bu o'zgachaligi ham bor ekan. Ya'ni boshini endi bilmadim, bu kaylni o'zbekchasini men anaqa qilmay, ketmon deylik. Ketmonga o'xshagan, qayrilgan shakldagi bo'lar ekan va quloqlari uzunroq bo'lar ekan va mana bu yerga ko'rsangiz tojiga o'xshab, xuddi mana xo'rozlarning tojisiga o'xshagan juni bo'lar ekan va bo'yinni uzunligi va oldini kengligi va ko'kragida oldinga chiqib turishi, oldini mana to'shda chiqib turishini qarang. Keyin belli uzunligi va belli kengligi. Mana shu o'zini o'zgachaligi va orqada muskullarni tuzilishi, orqadagi muskullarni ichki va tashqi o'sha deylik sonni go'sht bilan to'lganligi o'ta muhim narsa hisoblanar ekan. Bu mana bu ko'rib turganlaringiz akalar, o'zi mana 5 ta unaqasi bor ekan, 4 ta ekan bu yerda, 4 ta qo'chqori bor ekan. Shu 4 ta qo'chqordan eng yaxshi baholanganlar. Mana bu yaqinda unaqadan auksionga olib borildi, baholanar ekan bular. Bularni nima bilan baholanar ekan? Juniga qarab baholanar ekan. Keyin demak o'sha muskullarni shakliga qarab baholanar ekan va azar deyish demak tashqi ko'rinishiga qarab turib umumiy baho berilar ekanda, eng yuqorisi 9 ball olar ekan. Hozir bu kishida bittasi o'sha 8 ball, o'rtacha 8 ball olgan ekan. Demak, bu juda ham unaqa ekan. Hatto do'stlar yana bitta narsa aytib o'taylik, bularni ana shu turdagi qo'chqorlar taxminan 8000 yevro atrofida turar ekan. Lekin o'sha kuni deyapti, bitta qo'chqorni o'zlari alohida mana buni sotib olibdilar. Barab aytib o'tishimiz kerak. 180 kilogramm mana shu turishda, 180 kilogramm. 118. 180 oder 118? 80. Hat er gesagt. Ja. Echt? Demak 180 kilogramm. O'sha
o'zi odatda bu 8000 yevro atrofida ketar ekan. Shu chunki bundan nasl olish uchun ekan, lekin bu kishi o'sha kuni bitta kichkina muammochasi bo'lib qolgani uchun arzonga olib 1200 yevroga olibdilar. Bu joyda ko'p narsalar baholanar ekan. O'sha tishlarigacha baholanar ekan, orqan oyoq turilishlarigacha baholanar ekan. Ha. Bularda hammasi shoxsiz bo'ladi akalar. Von diese kleine draußen. Wow. Wie viel Kilo wiegt das? Der war an Bundeschau in Alsfeld oben, da hat er 178 Kilo 78. damals gehabt. Ja, das bloß also Wolle drauf ist, aber so sieht die Wolle. Demak, hozir bu yerda ko'rsatadigan narsalarni mana qarangki, o'sha junining rangi, bu o'ziga xosligiga ham mana shunday oq junli bo'lishlikligi. Juni oppoq bo'lar ekan, juda ham demak, Masse drauf haben. Der ist sehr gut und ziemlich gut in der Wolle. Das sieht man dann auch dann so wellenartig, ja. Rüber dann, guck. demak, juda ham junlarning ko'rinishi Das verstehe ich nicht. mana shunaqa do'stlar mana. Do'stlar, buni demak savol quyidagicha, necha marta juni olinadi? 1 marta olinadi. Aynan mana shu vaqtda, ayni o'sha deylik mart oyi bilan aprelning boshlaridan olinadi. Der ist ziemlich brav, der Bursche. Also diesen bisschen also dieslar demak bu qisqacha unaqa aytadigan bo'lsak, savollarni berib o'tdik. Kuniga qancha semiradi? Bular o'zi maqsad 400 dan 500 gram kuniga semirishi. Yog'lilik darajasiga keladigan bo'lsak, bularda buni o'tkazib yuborib so'yilmaydi. Bularda Schmalen, schönen Kopf, die Seitenlinie passt bei Ja. ihm. Die hat es nicht ganz so die Linie. Ja. Also das ist immer auch Geschmackssache. ja, oder die noch ein Oder bisschen. der zum Beispiel, der ist es nicht ganz so. Ja. Der ist zum Beispiel wieder gut. Ja, das sieht man schon. Demak, bu yerda do'stlar hozir ko'rsatgan joyimiz bu ajratib olish jarayoni bo'ladi. Mana bu yerda onalari bular уже unaqadan chiqqan, nima deymiz, mahsulot tug'ishdan ham to'xtatilib, уже bularni ma'lum bir kasalliklar yoki kasalliklar emas, aniqroq yelillari kasallangan, bular so'yishga ketadi hammasi. Tamom. Mana bu yerdagi qo'zilarni turiga qarab turib, o'sha ko'rsatkichlariga qarab, tashqi ko'rinishi, quloqlarning ko'rinishi, umuman o'sha ketmonga o'xshagan shakldagi unaqasining ko'rinishiga qarab turib ajratilib, bu hammasi demak modalar u yoqda, erkaklari bu yerga kirib keladi. Demak, biz shu yerdaligimizda ratsion to'g'risida gapiradigan bo'lsak, o'sha yerda ratsion aytganimizdek doimiy oldida turishlikligini bu yerda ham doimiy oldida turadi. 50% makka silisdan iborat. Mana ko'radigan bo'lsak, 50% bu makka silisdan iborat. Va buni qolgani gras silaj dedik-ku, pichan. Yo, pichan emas, hozir pichan to'g'risida gapirmaylik, pichan emas, makka xullas mana buni ko'radigan bo'lsangiz Sanjar, mana bular o't. Bular hammasi o'sha nemislarning gras deymiz, grasdan tayyorlangan. Bu o'zimizda xuddi bedani deymizku, sinaj tayyorlangan narsa va undan tashqari yana qo'shimcha maysani quritilgani. Bu ham o'zimizda quritilgan beda deylik. Taxminan shu yo'nalishga qaraydigan bo'lsak, to'g'ri keladi va bundan tashqari alohida keyin o'zlari tayyorlangan tayyorlangan xuddi ideal kormga o'xshab tayyorlangan mahsulotlari bor. O'shalarni beriladi. Uni ham ratsion shaklida unaqa berib o'tamiz, jadval shaklida. Mana shunday bo'ladi. Mana oziqlantirish hammasi o'zimizda bor bu aytilayotgan narsalar. Dan Das war ein Drilling. demak, savol quyidagicha bo'ldi. Qaysi demak oydan yoki qaysi yoshdan mana bu qo'chqorlardan nasl olsa bo'ladi? Bularni aytayapti 6-oydan demak bemalol nasllik olish uchun qo'shsa bo'lar ekan. Mana shu ko'rib turganlaringiz u yoqdagilari shular hisoblanar ekan. Qaysi? Ha, narigi o'rtadagida. O'rtadagi boksdagilar. Savol quyidagicha bo'ldi. Qaysi davrda yoki qaysi bu tuqqan mana yoshlarimi birinchi tug'adiganimi, keyin qaysi davrdagi bolalari juda ham yaxshi hisoblanadi deganimizda, demak, albatta birinchi marta o'ziga xohishi, istagi shundan iboratki, birinchi tug'ayotgan payt bitta tug'ishini xohlaydi. Bu orqali ham onasi moslashadi, ham sut berishligiga taraflama yaxshilanadi. O'sha ikkinchidan bu yog'i hammasi bolalar deyarli yaxshi bo'ladi hammasi. Bulardan qanchaga foydalansa bo'ladi, ya'ni bunaqalardan, onalardan, bulardan 10-12 yilgacha bemalol foydalanadi. O'sha aytib o'tganimiz hisoblayverasiz, 3 yilga, 2 yilga 3 marta bola oladi.
Do'stlar, ichki tashqi parazitlar bo'yicha so'rayapmiz. Savollar berib bo'lindi. Qanday qachon qiladi va nimalar qiladi? Demak, aytganda yiliga 2 marta qiladi va o'tgan yili havoni ko'p namgarchilik bo'lgani uchun bu 3 martaga ham qilingan ekan. Demak, seniroz kasallik, O'zbekistonda uchraydigan seniroz kasallik bu yerda uchramas ekan. Asosiy tashqi ichki parazit shular. Demak, quyidagi savol berildi. Bular sutor hisoblanadi va bolasini qachongacha emizadi? Demak, bolasini shu taxminan aynoqasiga aytyapti, massasi deydi 30 kg atrofida bo'ladigan vaqtda yoki aniqroq aytganda 3 oyda ichida shu darajaga chiqadi, 3 oyda ichidan keyin ajratib olinadi. Demak, bular 3 tagacha ham tug'adi, lekin ko'p emas. Aniqroq bor, 3 tagacha ham tug'ishi unaqa uchraydi. Do'stlar, yana biroz muammo bo'lib qoldi. Demak, bularni aytganimizdek o'sha maqsad 400-500 grammdan kam bo'lmagan holda semirishlikligi va unaqasini ratsionni aytib o'tdik. Bu yerda asosiy ko'rib turganlaringiz hammasi moddalari, tug'ishga tayyorgarlik ko'rayotganlari va bular hozir yungi kesiladi. Bugun shu hafta oxirida kesiladi yungilari. Bu yerda tug'adiganlari. Demak, yana bitta vaksinatsiyada bitta narsa qolib ketgan ekan Sanjar, vaksinatsiyada faqatgina anaqachalari, bolachalari 3 haftaligida koksidlarga qarshi, ya'ni o'sha deylik parazit, anaqa viruslar, bakteriyalar deylik 3 haftaligida o'zini 8 vaqt degan unaqasi bor ekan, dorisi bor ekan, doktordan kelar ekan, o'sha bilan emlar ekan. Mana shu ekan asosiy buzoq unaqadek kattalarda emas. Kattalarni aytib o'tdik anaqa. Xo'p, bularni ratsioniga keladigan bo'lsak, o'sha onalari ham tug'ishidan oldin hammasi dalaga chiqib ketar ekan. Bu yerda ham o'sha ratsion bir xil ratsion berilar ekan, faqat o'rtasidagi farq beriladigan o'sha konsentratni miqdoriga qarab o'zgarar ekan. Konsentratni to'liq unaqasini jadval shaklida beramiz. Savol beriladigan savollar bular qanday moslashadi temperaturaga? Temperatura eng zo'r optimal temperatura +5 gradusmi, -20 gradusgacha juda ham zo'r o'zini his qilar ekan. Chunki jinini ko'rdingiz qanaqaligini. Demak, bu kishida asosiy maydon mana shu 220 ta qo'ylariga 50 gektar demak umumiy yaylovlari bor va yana 20 gektar qo'shimcha o'sha makkajo'xori ekishiga Myseed kompaniyasi makkajo'xorilarni ekadi. O'shanda makka ekiladi. Demak, hammasi aniqlanadi. Yozda demak tashqarida hammasi yaylovda yuradi va keyin sentyabrda Anfang September kommen rein, oder schon? September oder? Nee, die sind das ganze Jahr draußen bei uns. Ganz draußen. Die sind ganz draußen. Demak, bular wir schauen im Januar, Ja. Januar, Februar, dass sie dann reinkommen. demak asosiy yanvar fevralda asosan ichkarida bo'lishini xohlaydi. Aber Juda die sovuq letzten esa. 2 Jahre haben wir im Winter brauchen die Schafe nicht reintun, weil die Temperaturen das Ha. gemacht haben. Die haben Ja, das genau. Futter gehabt. Und haben wir Keyingi 2 yil davomida deydi, havo yaxshi bo'lganligi uchun tashqarida yurishga yetarli oziqa bo'ldi. Bu qo'ylar uchun deydi, o'shaning uchun olib kirmadik ham deydi. Demak, mana ko'rganlaringizdek, juda bir albatta amal unaqa qilsak bo'ladi, o'zimizga joriy etsak va kerakli qilsak bo'ladi, kerakli ekan ham. Demak, hozirgi aniq qilganimiz, muhokama qilgan narsamiz keyingi vaqtlarda narxlar juda ham yaxshi bo'lgan. Hozir kunga 4 bilan 5 yevro atrofida tirik vaznga sotiladi. 1 kilosi. Ha, 1 kilosi albatta 4-5 yevro tirik vaznda sotilayapti. Bu yaxshi daromad qilayotganligi va albatta birinchi boshlaganini ham aytib o'tdi. O'zini 28 ta qo'y bilan boshlagan ekan. Mana sekin ko'payib mana sotganlari va buni effekti yaxshi bo'lgan, ya'ni iqtisodiy daromadi yaxshi bo'lgani uchun hozirgi kunda o'zini ozroqina nima deydi, unaqasi bo'lgan, sutchilik xo'jaligi bo'lgan ekan, uni tugatib, to'liq o'zi ham boshqa joyda ishlaydi, shuning uchun hozir to'liq qo'ylarga o'tib, ishi kam, shuning bilan shug'ullanyapti ekan. Baraka bor ekanda. Albatta, albatta. Har bir ishda baraka bor. Faqat o'sha chin dildan, sidq dildan ishlasak, ideal agrar jamoasi beradigan tavsiyalarini amal qilsak, yutuq katta bo'ladi inshaalloh. Akalar o'sha aytib o'tganimizdek, mana xuddi o'zimizda iloji yo'q, boshqa hech narsa qolmaydi. Unaqadan tayyorlanadigan bedadan tayyorlanadigan sinerjga o'xshaydi. Bu biroz quruq chiqib qolibdi. O'sha o'zimizda ham agar biroz quyosh ko'p bo'lib qolsa qurib qolishi ehtimoli katta. Lekin mana shundan beriladi. Ratsionlar ko'rsatib o'tiladi. Ratsionlar ko'rib aytiladi. Keyin yo'q. Demak do'stlar, mana yana donani topib bo'lmayapti. Dona yog'gan deymiz, lekin dona ezilib ketgan. Mana qo'ylarga ham shu ahvol akalar. Hammasi dona ezilgan, parchalangan bo'lishi shart va makka silisidan berish. Albatta e'tibor berish kerak bo'lgan narsa, eng muhim narsalardan bittasi bu o'sha alkogol bo'lmaslikligi qo'ylarga tez ta'sir qiladi. Das ist ein Sprech dann Alkoholbildung. Das ist wichtig, dass
kein Alkohol da drin ist, dann Buttersäure auch dann. Buni demak yog' kislotalari. Mana shu ikkalasini olgan paytingizda albatta qo'yib bergan paytingizda hidlaysiz, burningizga siqilmasa, burningizga hech qanaqangi bir ta'sir qilmasa, demak hidi yaxshi bo'lsa, o'sha nonni hidi keladi. Sal erta uzilgan nonni hidi, nonni uzilgan yangi yog'. Kommen jetzt hier auf die Weide, ja. Ah ja, okay. Lege die auf zurück. Ah, okay, dann Dann kann ich hier arbeiten. demak do'stlar, mana endi buni aytsam o'zi mollarni kesmaymiz tuyog'ini, lekin qo'ylarni tuyog' kesiladi bu yerda. Mana qo'ylar keladi kirib, ishni zagir. Mana ochasiz, qo'y kiradi, ikkitasi. Ikkita kirgandan keyin bittasi bu yerdan bittasi, hop. Bittasi o'tadi, demak bittasi qoladi bu yerda. Va keyin mana kirgan ekan, mana shu ichki kirgan ekan. Bo'ldi. Yotqiziladi va tuyog'i tozalanadi. Qarang do'stlar, mana biz molni tuyog'ini kesmaymiz. Eng muhim narsa molni har bitta tuyoqlar tekshirilishi kerak. Demak, 2 marta kesiladi, yiliga 2 marta kesiladi. Yaylovga chiqishdan oldin ayni vaqtda kesiladi va yaylovdan qaytgandan keyin sentyabr, oktoberda ungefähr. September, Oktober, ja. Sentyabr, oktyabrga kesiladi do'stlar. Albatta jonzotda mana shu taraflama e'tiborli berishimiz kerak. O'sha bo'rini oyog'i boqadiganda jonzotimizni, chorvamizni ham oyog'i o'ta muhim o'sha boqaladi. O'shaning uchun tuyoqlarga qarashimiz, kesishimiz, tozalab turishimiz o'ta muhim hisoblanadi. Demak, biz menimcha anchagina ma'lumotlarni, deyarli hamma ma'lumotlarni oldik. Wie lange brauchst du für ein Also ich sage mal, in einer Stunde schaffe ich 8 bis 10 Stück. Demak, hozir necha soat davom etadi, qancha vaqt davom etadi bittasini kesishga deganda 1 soat ichida 8 ta toyog'ini kesib tashlar ekan. 8 ta degani 8 kira 4 degani 32 ta tuyog'ni. Mana shu oyoq kesiladigan vaqt davomida 2 marta o'sha aytdik-ku, 2 marta qilinadi yil deb, 2 marta bu yerda ham o'sha ichki tashqi parazitlarga og'izdan o'zini unaqa berilar ekan, dorisi bor ekan, dorisi berilar ekan ichki tashqi parazitlarga. 5 minut ketadi. Ana qarang. Demak do'stlar, so'yiladigan 4 oyda ichida so'yiladi. 4 oydan keyin tug'ilgandan boshlab 4 oyda ichida уже so'yga chiqadi. O'sha paytda 40-45 kilo vazn bo'ladi. O'sha oralig'da уже so'yiladi. Demak, yana bitta savol berildi. Bu mollar, bu qo'ylarni boshqa qo'ylar bilan qo'chirsak bo'ladimi? Masalan, o'zimizni qazoqlar bilan, boshqalar bilan. Albatta bo'ladi. Hech qanday muammosiz. Bemalol qo'yana qilish mumkin. Bu kishi endi nasl bilan shug'ullanganlar uchun mumkin emas bularga. Faqatgina o'zlarini o'zi shu nasl bo'yicha qilishlari shart. Tozaligini ushlab turib. Zoti tozaligini ushlash kerak. Hozir yana bir ikkita savol tug'ilgandi, shu savollarni berib o'tdim. Birinchi navbatda mana shu buqadan, unaqasidan, qo'chqordan qachongacha, necha yilgacha foydalanadi? Bu bir-biri bilan aloqasi, qarindoshlik aloqalari bo'ladimi? Umuman mumkin emas, deyapti. U narsaga juda ham e'tiborli bo'lamiz, deyapti. Demak, hech qachon o'sha deylik, onasi tug'ilganini onasiga yoki singlisiga degan narsa bo'lmaydi. Hammasi alohida 2 yilgacha foydalanadi. Bitta qo'chqorda 2 yilgacha foydalanadi, bo'ldi. Demak, o'shaning uchun ham 4 ta qo'chqori bor. Bular hammasi har xil joydan ham, auksiondan olganlari ham bor. Aytib o'tdik bu narsani. Keyin yana bitta narsa, ko'p o'zimizda uchraydigan narsa, cho'chqa bilan tashtirilgan. Bu bunaqa do'stlar, bunaqa gaplarni tushungan odam, biologiyani tushungan odam hech qachon gapirmaydi, lekin unaqa narsa yo'q. Bu fan taraqqiyotida bunaqa qo'ylarni cho'chqa bilan Og'amiz o'zi hayron qoldi. O'zi hayron qoldi. Hozir savol bergan ham o'zim bu yerda berdim-ku. O'zim bilaman, lekin baribir shuni berish kerak. Savol nemisada savol bor. Es gibt keine dumme Frage, es gibt dumme Antwort. Demak, o'shaning uchun savolni berdim. Unaqa narsa yo'q do'stlar. Hech qachon unaqa narsani o'ylamanglar. Demak, biz hammasini harakat qildik sizlarga tushuntirishga, ko'rsatishga va umid qilamiz bir ma'lumotga ega bo'ldingizlar. Aytganimizdek, ratsionlarni alohida jadval shaklida beramiz. Aralashma tarkibini, konsentratsiyani, aralashma tarkibini albatta beramiz. Do'stimizga rahmat aytamiz. Markus, wir bedanken uns. Do'stlar, bu kishiga katta rahmat aytamiz. Albatta sizlarga ham rahmat aytamiz bizani ko'rganlar uchun. Bu videoni ulashasizlar, albatta qo'ychilarga, do'stlarga va bizani bilasiz Telegramda va YouTube kanalimizda, Instagram kanalimizda kuzatishga davom eting. Ma'lumotlarni hammasini, yangisini va amaliyotdagi ma'lumotlarni olasiz. Hammangizga rahmat, hammangizga barokat tilaymiz. Sog' bo'linglar. Sanjar rahmat katagam. Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari, bizdan kuzatuvchilar.